O'zbekiston milliy jamoasi va Angliyaning Manchester City klubi himoyachisi Abduqodir Husanov Osiyoning eng qimmat futbolchisiga aylandi. Transfermarkt portali Husanovning transferini hozirda 35 million yevroga baholamoqda. Kuchli uchlikdan biroz narxi tushgan Brightonning yaponiyalik vingeri Kaoru Mitoma va Bavariyaning koreyalik himoyachisi Kim Min-jae o'rin olgan. Shuningdek, Husanov dunyoning eng qimmat himoyachilari reytingida 50-o'rinda qayd etilgan. Eng qimmat markaziy himoyachilar reytingida esa 29-o'rindan joy olgan. Ta'kidlash joiz, Transfermarkt futbolchilarning qiymatini ularning yoshi, o'yindagi natijalari, ligasi, shartnomasi va bozordagi talabiga qarab taxminan baholaydi. Bu raqam real transfer summasiga emas, balki futbolchilarning hozirgi bozor qiymatini bildiruvchi taxminiy ko'rsatkich hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, asli Toshkentning Bunyodkor klubi tarbiyalanuvchisi bo'lgan Abduqodir Husanov 2025-yil yanvarda Fransiyaning Lens klubidan 40 million yevro evaziga Manchester City safiga qo'shilgan edi. Husanov joriy mavsumda jamoasining asosiy himoyachilaridan biriga aylana boshladi. Orada u jarohat olib, ketma-ket o'yinlarni o'tkazib yubordi. U yaqinda jarohatidan qutulib, mashg'ulotlarga qaytdi.